Arvohlar kinoteatri eshiklari yopiq va biz Ruxsora bilan ichkariga kirishga harakat qildik. Bu safar o'ylab qadam bosish kerak, chunki eshiklar yopiq va biz oshib o'tishga qaror qildik. Men ichkariga kirish uchun eshiklarni qidirib ko'rdim, lekin afsuski hammasi yopiq. Ichkariga kirish uchun bitta dona oyna topdik, lekin Ruxsora Ichkarida shunaqa kutib olishadi hozir bizni. xullas biz bu yerdan amallab oshib o'tdik. Tiket kinoga. Somkani ichidan hech narsa chiqmaydi. Keting. Nima kinoga tushmoqchisiz bu 5 cent bilan? Fatima Zuhrani qo'ydi. O'zimiz o'ynaymizmi deyman. Biz amallab ichkariga kirib oldik va u yerda har xil tovushlar va belgilar bor edi. Sahnani biz topdik va u yerga yaqinlashib borar ekanmiz, Ruxsora juda ham qattiq qo'rqardi. Atroflarda har xil yozuvlar va u yerda belgilar bor edi. Sahna orti pirlari bor deyshadi-yu. Nima degani u? Sahna orti xonalarni tekshirib ko'rdik. Ichkari xonalarda jami 2 ta xona bor edi va u yerda hech kim yo'q. Tashqariga chiqib biz boshqa xonaga o'tdik. Etdim. Keyingi xonaga o'tganimizda Ruxsora o'zini yomon his qildi va mazasi qochganligi uchun biz bu yerdan chiqib ketmasak bo'lmasdi. Ko'chaga chiqqanimizdan keyin rostdan ham Ruxsora o'zini yomon his qilyapti. Ketaylik Los Anjelesga, men uyga ketgim kelyapti. Mashinada monster ketadi. Paq. Peshkom keta olaylik. Siz to'xtamaysizmi bugun? Menga qattiq energiya keladi. Yaxshi qiz edik. Men oyisiga nima deb javob beraman, qo'rqyapman. Da. Xullas bizni kuzatishda davom eting va bundan ham zo'r kontentlar hali hammasi oldinda.